Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 134-sonli maktab el-yurt taraqqiyoti va farovonligiga munosib hissa qo'shib kelayotgan taniqli va mashhur insonlar tahsil olgan ta'lim muassasasi sifatida e'tiborga molikdir. O'qituvchilar jamoasi bilan o'tkazilgan tadbir ayricha tushda bo'ldi. Salom, yaxshimisiz, tomonmisiz? Yaxshi, juda ajoyib. Maktab ostonasidan boshlanadi, Yangi O'zbekiston. Maktabning o'zi hisobdan boshlanadi. Maktab jamoasi bilan ijodiy muloqotdan oldin maktabning kutubxonasiga kirdik. U yerda turli kitoblar bilan, ularning soni bilan qiziqdik va ayni paytda Notiqlik san'ati akademiyasi tomonidan o'zimiz tomonidan keltirilgan kitoblarni ham taqdim etdik. Bilim dargohiga e'tibor istiqbolga e'tibordir. Oliy burchak qilganmiz. Mana kattalar bor, qushlar bor. O'z bolalarimiz. Bu qanaqa bu? Bu Xitoyda yapon Sova. Ha, bu Xitoydiki. Va ajoyib. Bolalar rosa ko'paygan. Hozir bir 10 talar bo'lgan. Bu yerda kattalar, bedanalar. Shunday joylar qilganmiz. U yerda Ta'lim tarbiya qo'shqanot bo'lganidek, albatta fan o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan to'garaklar ham o'quvchilarning salohiyatini, qobiliyatini, mehnatga munosabatini ko'rsatuvchi mezon desak adashmaymiz. Assalomu alaykum. Omonmisizlar, salomatliklar yaxshimi? Ha, yaxshi. Xo'p, xo'p. O'zbekiston Yozuvchilar, Jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Jumhuriyat muallimi, oliy ta'lim a'lochisi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislar instituti, Milliy tadqiqot universiteti matbuot kotibi xizmati rahbari, Notiqlik san'ati akademiyasi direktori Jumaniyozov Rahimboy Matkarimovich maktabimizga tashrif buyurganlar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sog' bo'linglar. Jamiyatni tayanchi bo'lgan, uni ertasi quvonchi bo'lgan ta'lim tarbiyaga mehri ustuvor bo'lgan umrini, xizmatini, himmatini, hurmatini shu sohaga bag'ishlab kelayotgan ustozlarsiz. Va bu yerda yosh o'qituvchilarim bor, mana tajribali o'qituvchilarim bor. Xursand bo'ldim. Faoliyatning ikkita qanoti bor. Agar ana shu ikkita qanot bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi. Bu faoliyatning bir qanoti tashabbuskorlik, ikkinchisi tashkilotchilik. Tashabbuskor bo'lishi mumkin, lekin tashkilotchi bo'la olmasligi mumkin. Agar rahbar chinakam ma'noda tashkilotchi bo'lsa, uning vujudida qaynoq qoni bo'lsa, tashkilotchilik, tashabbuskorlik degan tushuncha uni faoliyatiga mezon bo'ladi. Shuning uchun ham faoliyatning ikkita qanoti bor. Men xursand bo'ldim. Maktablarimiz ko'p, lekin aynan o'qituvchilarga foyda bo'lsin, o'quvchilar nimadir o'rgansin deb men bilan bir uchrashuv tashkil qilish niyatida bo'lgani uchun Shodirbek Jumaboyevga men minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling, omon bo'ling do'stim. Va e'tirof, demak, jarayonni tashkilotchilik va tashabbuskorlikdan boshlaganimning sababi har bir inson ana shunday bo'lishi kerak. Mana maktab maslahatchilari Anvarjon, xursand bo'ldim, tanishdik mana. Mana shu jarayonda bizda bitta e'tiborga molik bo'lgan jihat bor. Qayerda jamoa yakdil bo'lsa, bir bo'lsa, muhit sog'lom bo'lsa, ana shu yerda ishni unumi bo'ladi va bu yerda hali kayfiyat tushishi u bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p narsaga bo'lmang befarq, bo'lmaysiz insult ham infarkt deb turaman men. Chunki qachonki inson bir-birini tushunsa, empatiya degan tushuncha va simpatiya degan tushuncha hukmron bo'lgan jamoada faqat yaxshilik, ezgulik bo'ladi. Jamoaga men minnatdorchilik bildiraman. Shaxsan direktorga taklif etganlari uchun. Endi boshladik. Mana qarang. Bu nima? Bu. Desangiz, to'g'ri chiziq, men uchun qiziq, siz uchun yutqiziq. Berdisini aytguncha Xudoy berdini urib o'ldirma degan gap bor. Davom etaman. Endi-chi? S harfi bo'ldi. Hali ham davom etyapmiz. Endi-chi? Mana bu demak o'z-o'zidan tarozini shakli.
tarozi bu minbar mana bu ham xuddi shu harfga o'xshaydi. Bu yerda turgan paytda o'qituvchining ikkita qanoti, ham ta'lim, ham tarbiya. Mana shu ikkita qanot ishlaydi. Va bu aynan o'quvchiga qaratilgan bezon bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Mana. Endi mana ta'lim tarbiyada xuddi shunday qo'yilar ekan, mana shunday qo'ygan paytda bilim bor va uni yetkazish bor. Bizda ko'proq o'qidingmi, bildingmi va test savollari ham shunga quriladi. Bu yaxshi. Bilimsiz hech narsa bo'lmaydi. Bilimsiz gapirilgan so'z bu go'yoki aravani quruq olib qochishga o'xshaydi. Dastabal bilim bo'lish kerak. Ana shu bilimni chuqur egallab, lekin bilimni maqsadi o'zimda bo'lsa-yu, o'zgaga yetib bormasa, uni ham mohiyati bo'lmaydi. Shuning uchun bilim bor va uni yetkazish bor. Bu o'qituvchini mahoratiga borib bog'lanadi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat o'qituvchilarning malaka oshirish instituti hozir ana shunday nomlanadi. Yangi texnologiyalar bo'ldi, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti bo'ldi. Mana endilikda pedagogik mahorat deydi. Mahorat degan so'zni o'zagi mohir degan so'zdan, usta degan so'zdan, master degan so'zdan olingan demak. Shunday ekan biz birinchi navbatda ana shu mahoratga ega bo'lishimiz va o'zimizni sohamiz bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishimiz birinchi dastabal. Lekin bilimning o'zi sizda bor-u, u ikkinchi birovga yetish jarayoni bo'lmasa, buni didaktika deydi, yaxshi bilasiz. Demak, yetib borish pedagogni kommunikativ kompetentligi. Mana shu muhim. Ya'ni lingvistik kompetensiya yetkazsin. Juda ko'p ustozlar bor. Hozir mana ko'zingizni shunday yumingda, sizga dars bergan, maktabda, litsey yoki kollejda dars bergan o'qituvchilarni bir ko'z o'ngingizdan o'tkazing. Shunday o'qituvchilardan ta'lim olgansiz, ularning ma'ruzasini tinglagan paytda siz uchun demidrol doriga hojat yo'q. Uxlatib qo'yadi. Vaholanki o'quvchini diqqat e'tiborini jalb etmasdan aytilgan so'z ko'zni yumib turib ko'kka o'q uzayotgan ovchini holatini eslatadi. Ovchini maqsadi o'qdonni, patronni bo'shatishmi? Nima? O'ljani mo'ljalga olish. Notiq misli o'qlangan miltiq. Uning uchun nishon kerak, tepkini bosish qoladi xolos. Shuning uchun birinchi navbatda biz mana shuni yo'l usullarini bilishimiz kerak. Bu o'z-o'zidan pedagogik mahorat bilan bog'liq. Shuning uchun bu yerga qadami yetgan va shu yerda ishlagan, shu yerga mehr muhabbati hozir ham bor bo'lib davom etayotgan insonlarni o'rni boshqacha bo'ladi. Xususan Komil Allamjonovni shu yerda o'qigani ham bu demak o'z-o'zidan mana shu maktabga e'tiborni va maktabda yaratilgan sharoitni kirish yo'lagidagi quyer ko'zli kitoblarni hammasini shakllari qilingan, shunday kirib kitobni o'zini o'qish imkoniyati borligini qilinganligi, bu ham o'ziga xos muruvvat. Va ayni paytda Tanzila Kamalovnani ham shu yerda rus tilidan dars berganligi, bu ham insonni xursand qiladi. Bizning maktabda shunday insonlar o'qigan deb inson faxrlanadi. Chunki insonni faxr, mehr degan tushuncha bezaydi. Bu insoniylikning ziynati bo'ladi. Ana shunday ekan men ularga ham, sizlarga ham mana minnatdorchilik bildiraman. Demak, o'quvchilarning diqqat e'tiborini jalb etadigan jihat ko'p. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Jamiyatni o'sishiga ham, to'sishiga ham sabab bo'ladigan juda ko'p tushuncha, terminlar o'zbek tilida bor bo'lganlari aynan T bilan boshlanadi. Keling, jamiyatni, mamlakatni o'sishiga sabab bo'ladigan T bilan boshlanadigan so'zlarni sanashni boshlaymiz. Taraqqiyot, tarbiya, ta'lim, texnologiya, ta'rif, tahsin, tamal toshi, tijorat, tashakkur, tijorat, turizm ketaveradi.
Bu jamiyatni o'sishiga xizmat qiladigan o'zbek tilida bor bo'lgan t bilan boshlanuvchi so'zlar. Endi t bilan boshlanuvchi o'zbek tilida bor bo'lgan jamiyatni o'sishi emas, unga to'sishga sabab bo'ladigan tushuncha terminlar ham bor. Sanaymiz. Tartibsizlik, Tartibsizlik, tarbiyasizlik, tarbiyasizlik, ta'limsizlik. ta'limsizlik, Qo'shimchasi qo'ysak. sizlik qo'shimchalari bo'yicha mutaxassisligi o'sha qat'iy qilinglar. Faqat hammasiga sizlik bo'lib chiqyapti. Ha, yana qana? Tanazzul, tajovuz, terrorizm. Keyin tovlamachilik, talon-taroj. Yana tahdid, tazyiq. Tazyiq aytildi man. Xuddi shunday ketaveradi, ko'rdingizmi? Shu savolni berdim-da, to'rda o'tirgan bitta talabaga qaradim. U bunday o'tiribdi-da. Qarang, bunday o'tiribdi. O'tiribdi. O'rningdan tur, sakasaltang tambal talaba dedim. Ko'zni ochish uchun mador kerak-ku. Balki menga aytmayotgandir, boshqaga aytayotgandir degan o'y bilan o'tiribdi. Takrorladim. O'rningdan tur, sakasaltang tambal talaba dedim. Balki menga aytayotgandir o'y bilan faqat bitta ko'zini ochdi. Tur o'rningdan dedim. Tun bo'yi yugurasan izg'ib, kunduzi o'tirasan mizg'ib. Sen ham kursdoshlariga o'xshab degan bitta misol ayt. Hech bo'lmasa ta'sirot degin, hech bo'lmasa talabchanlik degin desam, o'zim bor dedim. Ayt desam, tanaffus dedi. Boshlab qo'yurdi o'ziga. Shuning uchun sini hikmati ko'p. Mana bu ham s bilan bog'liq. S tilsimosi texnologiyasi. Mana bilish va yetkazish bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Mana tuting. Demak, bularning hammasini o'ziga xos bir jihati bor. Bu pedagog mahorat. Bilim uni yetkazish. Bizlardan so'rashadi. Sifatli ta'lim nima desa, mana Ma'rifat gazetasida shu haftamiz keyingi haftada meni maqolam chiqadi. Sifatli ta'limning mezoni nima? Bizga aytishadi. O'zini sohasi bo'yicha keng qamrovli bilimga ega bo'lish. Albatta busiz mumkin emas. Yana bir nechta xorijiy tillarni bilish, albatta bu ham zarur. Axborot kompyuter texnologiyalarini bilish va undan unumli foydalana olish, albatta bu ham zarur. Yana nima? Yetkazish. Yo'q, hali endi ikkinchi jihat. Bu aslida muhim. Keyin desam yana xorijiy jurnallarda, Scopus va boshqalarda shu tajriba bilan bog'liq holda ma'lumotlarni maqola sifatida e'lon qilish. Bu ham to'g'ri. Bo'ldimi desa, to'xtab turadi. Vaholanki, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Olingan bilim, o'zlashtirilgan malaka, hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga singdirish mexanizmi. Buni pedagogning kommunikativ kompetentligi deydi. Nutq madaniyati va notiqlik san'atidan qay darajada foydalana olish iqtidori bilan bog'liq. Ana shu muhim hisoblanadi. Bilim bir tomon, ikkinchisi yetkazish. O'zingizda bo'lsa, lekin undan hech kim foydalanmasa, uni nima qizig'i bor? Mana hozir bozorga borib bitta osh qilaylik jamoa uchun desak, Shodirbek akaga aytsak, shu eski jo'vaga bir yuboring bitta odamni yollab desak, u borsa, masalliqni asl dehqon yetishtirgan masalliqni keltirsa, osh xomxatala bo'lsa, kim aybdor? Buyurganmi, yollanganmi, keltirganmi, yetishtirganmi, sotganmi? Kim aybdor? Barakallah. Pishirgan aybdor. Chunki oshpazda osh tayyorlash kompetentligi yetarli emas. O'qituvchi ham xuddi shunaqa. Demak, buni tayyorlash jarayoni bor. Va 30 ta, 40 ta o'quvchi, 40 ta olam, 30 ta olam. Buning o'ziga xos bir qarashlari bor. Diz bilan zillashish mumkin emas. Вкусит свет, товарищи нет. Demak, mana shu ularni o'ziga mos xos yo'l tanlaysiz. O'qituvchi shuning uchun psixolog bo'lish kerak. O'qituvchi shuning uchun chinakam ma'noda notiq pedagog bo'lish kerak. Mana shularning hammasi o'qituvchidan juda katta mahoratni talab etadi. Mana bu jarayon biz uchun muhim hisoblanadi. O'quvchi agar fandan bezsa, ertaga vatandan bezadi.
Vatandan bersa indinga vatangado bo'ladi. Vatangado bo'lsa oxirul oqibat kafangado bo'ladi. Aytingchi, o'qituvchi kafan bichuvchimi? Mana gap qayoqqa boryapti? Shuning uchun ham najot ta'limda, najot bilimda, najot maktabda deb davlatimiz rahbari alohida ta'lim, muallim, ilm degan so'zlarni bir qadar yuqori ko'targanligi va bunga e'tibor bilan ham imkoniyati, imtiyozlarni oshganligi shuning sabab. Shuning uchun birinchi navbatda o'qituvchini beradigan bilim. O'qituvchi auditoriyaga ketmon, o'roq, bolta olib kirmaydi. Nima bilan kiradi u? Bilim va nutq bilan kiradi. Demak, ta'limning kaliti nutq bilan, tarbiyaning kaliti xulq bilan. Nutq va xulq degan tushuncha bor. Mana shu ikkalasi bir bo'lgan taqdirdagina mohiyat yetadi. Shuning uchun ham bilimni yetkazish bilan bog'liq bo'lgan jarayonda ancha ishlanadi. Birinchi navbatda diqqatni jalb etish degan tushuncha. Auditoriyani diqqatini jalb etib turib, keyin so'z aytasiz. Domla nima qilyapsiz deydi. Cho'qintiryapsizmi deydi. Bunday qilaman-da. Bu nima degani? 3-birlik qonuniyati bor bu yerda. Men nimaiki narsa bo'lsa, men o'ylayman. O'ylab olaman. Tafakkur manbai miyada. Ana undan keyin bunga navbat keladi. Bu ayt deydi. Bu ayttiradi. Mana. Shuning uchun bu o'ylaydi. Miya bunga aytadi. Dil amir, til amir. Bu buyuradi, bu yuguradi. Demak, shuni joyiga qo'yib aytish kerak. Ana shuning uchun mana shu 3-birlik ishlamay qoladi bizda. Shunday chiqsa-da dolzarb 40 kunlik haqida 2 og'iz mulohadangizni bildirasiz. Qani o'qituvchilar kim shuni bildirdi? Siz o'sha jarayonning ichidasiz. Lekin qaysi biringiz men aytaman, men bildiraman deb aytasizmi? Yo'q. Shunday qaragan zahot hammangiz dushga tindim o'tirasiz. Aslida bilimingiz bor, tajribangiz bor, fikringiz ham bor. Bu ishlamagan. Men bu 3-birlik ishlamagan. Bu zo'r. Bunga aytgan paytda ayttirdi, bu qaltiraydi va keyin bu yoqqa noto'g'ri chiqib ketib qoladi. Shuning uchun qo'sharmanda bo'lib qolmay, yana jim o'tirganim yaxshi qo'y. So'zlagandan so'zlamagan yaxshiroq, so'zlagandim tegdi boshimga tayoq degan maqollarimiz bor bu. Yana odobning ulug'i indamaslik degan xalq maqollarimiz ham bor ekan. Bu mana shu bilimni yetkazish uchun nimalarga ko'proq e'tibor qilish kerak degan masala turadi. Bilimni o'quvchi darajasiga moslab yetkazish degan tushuncha bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bir hikmati bor. Har kimning aql darajasiga qarab so'zlang deydi. Nosik pedagog bola bilan bola tilida, bobo bilan bobo tilida, ayol bilan ayol tilida gapira olish san'atidir. Mana shu tomonni biz egallagan bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa uni qizig'i bo'lmaydi. Shuning uchun ham har bittasiga moslab aytiladi. O'zini gapi. Aql zo'r bo'lishi mumkin. Bilim zo'r bo'lishi mumkin. Ilmli bo'lishingiz mumkin. Lekin undan ham tepada bitta narsa turadi. Bu nima? Ha? Qarang. Aqldan ham, bilimdan ham yana ustun turadigan. Bu inson ichida, u tarbiya, ta'lim hammasi ichida. Shu tepasida. Barakalloh. Ismingiz nima edi sizning? Nurxon, siz birinchi aytdingiz, qarsak bo'lsin. Mana. Shuning uchun mana siz mana bu tomonga e'tibor qiling. Bu demak o'z-o'zidan o'shani joyiga qo'yib aytish uchun birinchi fahm farosat turish kerak. Bilimli odamlar ko'p. Aqlli odamlar ko'p. Ilm egalari ko'p. Bitta fahm farosat yetishmaydi, hammasi o'chib ketadi. Yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun qaysi gapni qayerda, qachon, qanday qilib, eng muhimi qancha aytishni bilish va amal qilish. Mana nosiqlikning tepasi. Nutq madaniyatining tepasi nosiqlik, uni tepasida turadigani bu fasohat deydi. Fasohat ilmi. Fasohat esa farosatning manbaidir. Fasih til bilan gapir deydi. Ana shunday gapira olish usuli bo'lgan.
Erkin Vohidov haqida ko'p gapirib aytaman, rahmatlik. Hozir javobligi bilan Mumtoz merosni chuqur bilishi va idrok etishi nuqtai nazaridan alohida ajralib turgan shoirlarning ichida eng zo'rida bu uch tomoni bor. Qahramon shoirimiz shifoxonada davolanayotgan bo'ladi. Bo'rakdan o't qopida tosh qo'ygan. Ertalab shifokor keladi. Erkin aka chaqiringlar, Erkin aka dedi. Erkin aka keladi. Assalomu alaykum Erkin aka, nima bo'ldi desa, voy. Azob ekan bu tosh. Bu yoqqa qanab, bu yoqqa qanab ertalabgacha uxlay olmay chiqdim. Hamshira dorilarni berdim, berdi. Ukol qildim, ukol ketan olam qolmadi boshqa. Juda azob ekan, juda qiynaldim. Erkin aka, men bunday kasallardan minglarcha davolab o'rganman. 2 haftada sizni ostik qilib yuboraman, xudo xolasa. Sizga bir savolim bor edi. Qanaqa savol? Shu kecha nevaram oldimga keldi. Oldimga kelib bir she'r o'qiyapti. She'r menga yoqdi. Lekin yodimda yo'q, ayrim joylarda choynak va piyola degan so'zlar bor ekan. Bilasizlarmi buni? Mana. Shu yerda kamtarlik haqida ekan bu she'r. She'rning muallifi kim desam, nevaram Erkin Vohidov dedi. Erkin Vohidov menda davolanyapti desam, nevaramning xursandchilikdan ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Mana. Kitobingizni berib yubordi, so'z latofati degan. Shunga bir dastxat yozib berasiz endi. Shu she'rni kim biladi? Boshini boshlab beraman. Garchi shuncha mag'rur tursa ham. Yo'q, kim qo'l ko'tarib. Qani? Kim aytadi? Lek qo'l ko'tarilmaydi, tek o'tiramiz tek. Qani kim aytmoqchi, sizmi? Mana mikrofon. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga ekilar choylar. Shuning uchun manmanlik nechun, kibr hazor nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam, o'tma g'urur ostonasidan. Shuning uchun piyolani o'par inson peshonasidan. Piyolani shuning uchun inson o'par doim peshonasidan degani yaxshi. Ismingiz nima? Ha? Ha, siz qaysi fandan dars berasiz? Barakalloh. Ularda ibohayo bo'ldik unga mahliyo, she'rni to'liq o'qigan singiljonim Surayyo. Barakalloh. Shuning uchun yaxshi. Erkin aka, qoyil qolamiz ey. Biz ham ertalab choy ichamiz, choy quyamiz, uzatamiz. Siz ham shu ishni qilasiz. Lekin siz boshqacha ko'z, boshqacha badiiy nazar bilan kashfiyot qilib tashlagansiz. Sizga qanday keladi bu deb maqtab turgan paytda derazani tokchasiga 3-4 ta chumchuq chug'urlashib kelib qonadi. Erkin aka, mana shunga ham do'g'alasizmi desa, qaysiga ana unga dedi. Bunday qarab, mayli. To'qsak to'qurmiz. Chumchuqlar derazada, chumchuqlarga mazada, og'riydigan boshi yo'q, o't qopida toshi yo'q. Vaziyatga mos xos so'zni topib ayta bilish san'ati. Buni hozir javoblik deydi. Buni eksprompt va improvizatsion usulda aytish deydi. O'sha payt badiiy deydi buni Mumtoz merosda. Ana shuni joyiga qo'yib, mana shunaqa aytish usuli. Bu demak, mana shu bilganimizni aytib berish mahorati bo'lishi kerak. Bo'ladi. Mutaxassis nimani his qiladi? U ham bilsin. Bilganini bildingizmi? Demak, endi unga o'sha yo'l bilan sekin olib borasiz. Uni tayyorlaysiz. O'qil o'rgan paytda birdaniga o'qil o'rasizmi? Nima qilasiz? Gezak olib ketmasin deb demak tayyorlaymiz. Keyin o'qil. Xuddi shunday auditoriyani eshitishga tayyorlash kerak oldin. Birdaniga qani bo'linglar, bu yozinglar, o'qinglar emas, tayyorlash kerak. Endi albatta o'quvchining yoshi bilan ham fiziologik holati ham hisobotga olinadi bunda o'z-o'zidan. U ham olinadi. Ana shu tomoniga qaradi. O'quvchi nimani boshdan kechiradi? Tushuntirishdagi, demak, shakllama, tushuntirish, sakrashlar.
Masalan, bir narsani gapirib endi o'rganayotgan paytda boshqa bir holat, boshqa bir mavzu bilan bog'lanmasi kerak. Ishchil tizimli shaklda borsa, u hazm qiladi. Birdaniga qaynoq suvni va birdaniga muzlagan suvni icha olmaymiz. Uni moslashtirishimiz kerak deb ko'ramiz hozir. Odamni tabi so'z bilan, suvning ta'mi muz bilan, taomning ta'mi tuz bilan. Ana shu me'yorni ushlashimiz kerak. O'rta holat. Tadbir yakunida bir qator faol o'qituvchilar davraga taklif etildi va ular bilan notiq nutqidagi mantiqning qanday ifodasi muhim rol o'ynashi, ta'lim va tarbiya jarayonida muhim ekanligini bilish ma'nosida boshlash oson, bog'lash qiyin degan o'yin o'tkazildi. Ular o'zlarining zukkorligi bilan alohida e'tiborga molik bo'lishdi. Qilar parvoz degan Rahmon Chimaniyoz kitobni qabul qilar, bilib qo'ying u fayoz. Olishingiz kerak, hali sizdan ko'p narsalar olishimiz kerak. Avvalambor sizga shu maktabimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun avvalambor jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz sizga. Sog' bo'ling. Iloyim, shogird sifatida bizni ko'rib, mana shu o'qituvchilarimizga mana shunday vaqtingizni ajratganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Sizga va qolaversa shu operator ustozimizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Yana hamkorlikda birgalikda yo'lga qo'ysaydi, kelgusida ham yana bir qaysi tadbirlarimizga yoki shunaqangi seminarlarimizda ishtirok etsangiz, boshimiz osmonga yetgan bo'lardi. Yana bir ustozlarimizga aytadigan narsamiz, sizdan minnatdormiz. Maktabimizga kelib o'z hissangizni qo'shib, kutubxonamizga kitoblar taqdim etib ketdingiz. Bu kitoblarimizni Xudo xolisa ustozlarimiz bilan birgalikda, o'quvchilarimiz bilan birgalikda o'qiymiz. Rahmat sizga. Rozi bo'ling xizmatlaringizga. Rahmat.